esimda 300 midi, hammasi ekipmentlari bilan. O'z package-lari har xil ekan, standarti bor ekan kamerani. Keyin travel bor ekan, keyin qanaqadir super mega pack bor qanaqadir. Ichida hozir skidkada. O'sha paytda ham skidkada oldim. Endi oladigan bo'lsam meta olishim kerak. Ya'ni ochkisi yaxshi ekan. Ko'zda borligi bilinmaydi, boshingizda bor. Ha, bormi? O'shani taqib olsam bo'lar ekan. Nega kachesi yaxshi emas? 4K olacheki. Yo'q, 4K ololmayman. Bu anaqaga yaxshi, first person view-larga, misol uchun futbollarga o'ynaganda shularga yaxshi. Bu ochka bilan o'ynashni udobnее. Olsangiz bo'ladimi? Yo'qqa borganda eventlarga telefonda ko'tarib yurish nima deydi? Hozir mana YouTube'da ko'rayotgan 4 ta podpisчикimni o'tgan ekan o'tganmiz kerak. Ikkita view bo'ladi. Publicmi? Public, bo'lsa bir 200-300 ta view bo'ladi. Colorado tog'lariga kelib qoldik aylanib. Ko'zim ko'ryapti pastdan o'tgan. Wirelessmi anaqasi ochkiniki? Ha. Yo'q, anaqani ichida oladi, case bilan birga. Ha, case bilan. Bilan Feruzbek bilan Nyu-Yorkka borganda ham oldim, yaxshi chiqmabdi lekin ana videoga. Noto'g'ri olyapsiz, men ikki qo'yish kerak edi. Qanaqadir qilib. Buni ham lekin gashti bor-da, salonni ichidan olganingiz. O'zi haydagan odam olish kerak-da buni. Da. POV ga qilib olsangiz. Ha, shunaqa yaxshi bo'ladi. Shunaqa olgan videolarim ham bor. U lekin sal qiyinroq mashina haydash, shunaqa qilib olsangiz. O'shanga aytayotdim men. O'shanicha aytganim DJI Nano borki, Insta 360 ni naqasi bor. Otisidan chiqib ketdi. Go Ultra degani bor. Kichkina kamera, body kamera bo'ladi. Kepga qo'yib qo'ysangiz sezilmaydi ham. Ha. O'sha POV kamera special. Men bilmayman, endi keyin safar. Bor yana, u ham shu $300 turadi tursa. Agar bitta o'sha qolgan olmagan. Olishga motivatsiya bor, agar misol uchun 100 ta podpischikim bo'lsa olaman. 100 ta ham emas-da, ya'ni motivatsiya yo'q-da, hech kim ko'rayotgani yo'q bu. O'zim uchun qo'yayapman. Instagramdan ko'ra. Ko'pincha anaqaga qo'yayapman-da. Ha, to'g'ri, lekin Instagramga o'tirish kerak ekan-da, uni kesib olish kerak-da. Gapirgan joylarimni olib kesib turib, bir-mid qilib qo'yishim kerak-da. Ukamga aytdim, qilsam eramayapti, qilmadi. Necha yoshga? Ukam 17-18 ga kiradi, 17 yosh bola. Mixga kirdi u ham. Ha, yaxshi. Shu YouTube montajni biladi, yaxshi edit qila oladigan bola topsangiz. Men ham bitta shunaqa topishim kerak anaqaga. Shuncha video olaman, просто так yo'q video. Yo'q olmaydi, просто qo'yaman endi deymasdim. Deydi. Da. Zo'r chiqmaydi. Agar siz ham ochib oling lekin. Ochganmi? Ha, Instagramda. YouTube ham bor. Kesib qo'yasiz. Ha. Shu Instagram qo'ygan videomni YouTube'ga ham qo'yaman. O'zbekchada qilasizmi? Yo'q. Gapirmaysizmi? Gapirmayman. Ha, o'zbekchada gapirsangiz odamlar ko'radi. Bo'lmasa o'zbeklarga qizyapmiz, boshqa kimga qizyapmiz? Men просто o'zim inglizchada boshqa kontent qilyapti. Meniki ko'proq live video
boshlasangiz keyin bloger bo'lib ketasiz-da. Hammaga Atak mana shu ham- komediya yozib boshlaydi, dalboyib siz keyin. O'shanga tayyor turish kerak. Bloger bo'lishga tayyor bo'lsangiz, qilsangiz bo'ladi. Atak misol uchun oylik yaxshi bo'lsa, men lekin o'zimni olmayman. O'zimni olishga uyalaman. Nega uyalasiz? Orqa fondan bo'lsa bo'lishi mumkin. Mana shunaqa gapirib turib. O'zingiz nega uyalasiz? Odamlarga ko'rsatib o'zingizni hech kerak yo'q. To'g'ri, nimasi nega uyalasiz? Qiz bola bo'lsangiz aka. O'zi eng yaxshisi ani bor, tutoriallar olish kerak. Development bo'yicha, coding bo'yicha, lekin Hech o'rmaydi. hozir endi neaktual bo'lib qoldi-da, AI chiqqandan keyin ham. O'zbekchada ham lekin ko'p tutorialda, to'g'ri, har qayerda odam kam ko'radi, ko'p ko'rmaydi. Borib kurs sotsangiz oladi-da odamlar, lekin YouTube'da ko'rmaydi lekin. Hozir mana shu videoni ham qo'yib turib, Amerikaga kelishni o'rgataman, yo'llari bor, kurs ochsangiz odamlar sotib oladi. Highlander mana. Mashinasi yaxshi, 22-yil shekilli, 24mi? Yangi model. Yana bitta chiqdi aytgancha, 25-yilniki boshqacharoq chiqibdi hali. EV'ga o'xshab ketadi. Ama ham o'lmaydigan mashina, Honda CR-V. Ford anaqasi. Konkurent. Eng xunuk mashina, lekin reliable, yaxshi, ishonsa bo'ladi. Uyga kirdimmi deyman, qizarib ketdi, biroq. Yo'q, yo'taga bor. Manaqaga Hot Springsga mana shu yerga keladi-yu. Mana shu yerda boradi. Kameraga ham shu yerda tushganman-da, to'g'rimi? Qaysi kameraga? Mashina shtraf bo'ladi. Speed kamera. Speed kamera. Bu misol uchun qarang. Aytaylik, Feruzbeyda 1 million подписчик bo'lib ketib qoldi endi misol uchun. Sizni u tortyapti keyin. Siz bilan birga travel qildida, keyin sizga qiziqib qoldi-da odamlar. Sizda ham keyin odam ko'payib ketib qoldi o'zidan o'zi. Bloger bo'lib ketarmidingiz? Qiziqsa-da, "Voy, biroqmaga zo'r olarkansiz, davay, okey" desa. Baribir kontent qilishingiz kerak, nimalarni o'ylab topishingiz kerak. Vaqt energiya sarflaysiz uning uchun ham. To'g'ri. O'zingiz ishingizdan ozgina qilish kerak, vaqt Lekin mashinadan pul kelmasa kerak deb o'ylayman. Anaqadan, misol uchun, viewdan kelmaydi, anaqa sponsor topasiz, reklama. aytaylik, 1 million подписчиgingiz bor. Siz travel qilyapsiz mana shunaqada. To'g'ri, lekin reklamadan kim chiqishi mumkin? O'zbeklar uncha chiqmasa kerak, Amerikada qizuvsiz-da, siz O'zbekistonda brendlar sizga chiqadimi demoqchiman-da, reklama uchun. Qayerda view bo'layotganiga qaraydi. Endi O'zbekistondan ko'pchilik ko'rsa deyapman-da sizni. O'zbekistondan ko'rsa, O'zbekistondan reklama olasiz. Просто bu yerda turib reklama qilish. O'zbekistondagi kompaniyalarga qizuvmikan sizdan reklama sotib olish deyapman-da. Har xil product bo'lishi mumkin. Restoranlar bermaydi anaqa. Amerikada restoranlar berish mumkin. O'zbeklar ochgan bo'lsa. Nima uchun o'sha joyga borib, o'sha yerda. Endi shunaqa o'sha joyga borish kerak bo'ladi. Xullas-da endi bu gapda. Bundan pul keladi deb o'ylamayman, lekin mayli-da. Endi men upload qilib qo'yaman videoni, o'zim uchun ertaga misol uchun ko'rsangiz bo'ladi, ya'ni o'zidan o'zi telefonni ham joy olib yotmaydi-da, YouTube'ga qo'yib qo'yaman. Cloudda turadi tekinga.
foydali narsa olib kelishi mumkin. Connection odamlarga reach out qilishingiz, kimgadir murojaat qilishingiz, qo'lingiz uzunroq bo'lishi mumkin, tak foyda bo'lishi mumkin. O'sha Instagramni o'sha ochishadimi? O'sha Instagram orqali ham tanishasizmi? Shunaqa o'zingizga o'xshagan kontent qiladigan bolalar bo'ladi odamlar. Lekin menimcha anaqa qilsangiz qiziq bo'ladi. Misol uchun amerikalik qanaqadir odam bilan tanishib, o'rtoq bo'lib, travel qilib, uni gapga solsangiz, misol uchun qiziqda odamlarga uni fikrlashi, amerikaliklar. Fikrlash qiziq. Gap so'zi inglizcha tushunmaydi-ku ko'pchilik. O'zbekcha kontent qiladigan bo'lsangiz kimga qiziq? Inglizcha gap javob beradi-da, siz bu yerda tarjima qilib turasiz. Yoki o'zbekcha yoki inglizcha kontent qilishga. Men anaqalarga borib qilgim kelib qoladi, bir xil paytdan hudlagan, gettolarga borib. Qora bratlar bilan avtomatdan otib, ular bilan gaplashib. Qanaqa bor, oti nima edi? YouTubermidi? Prank qilib beradi, shuna hudlarga boradi. O'sa bo'y deydi anaqa. Ataylab. Ayo, uni bilaman, meksikalik. Ismi nima edi? Meksikalik. Menda. Yurmaysizlar? Unaqa o'lib ketadigan darajada emas, просто. Yuvoshsam deysiz-da. Ular bilan o'rtoq bo'lib, misol uchun. Ichi yaxshilari ko'p-da. Anaqa ular ham to'g'ri gapirsangiz to'g'ri qabul qiladi. Ko'pi normalniy. Borib ichiga. O'zim ham salkam xuddi yashadim 1 yil. Frisko oxirgi shahar dedingiz-ku, unga qancha qoldi misol uchun? Frisko emas, Grand Junction. Ha. Grand Junctionga yana 1 soatlar bor. Shu bilan Koloradodan chiqib ketamiz, shutga borsak, keyin yo'q, uyutdi. Soatli yo'l, Yutadagi National Park, Bryce National Park bu. Hammerlar kami, hozir ikkita o'tib ketdi, ko'rdingizmi? O'tiraman. Ikkita oq Hammer o'tib ketdi. Kamdan kam ko'raman. Hammer off-roading. First person view'da haydaganingizda qachon qiziq bo'lar ekan, action ko'p bo'lsa. Misol uchun downtownlarda haydasangiz, odam ko'p chiqadi yo'ldan, mashina, veli, balobatlar. O'sha qiziqroq bo'lar. Atak bundaqa yo'lda hech kimga qiziq emasdi. Agar first person view qilsangiz, gapirmasangiz, faqat to'g'ri yurasiz. Keyin tor yo'llarda qiziq chiqsa kerak menimcha.
tor yo'lda mashina bo'lsa sal tezlashib sekinlashib yuradigan joylar bo'ladi. Videoda ana mashina yurganingizda urilib ketdi deb yurgandek ko'rinadi-da, torroq yo'l bo'lsa. Bu yoqda sizga joy bemalol bo'ladi, lekin videoda